Yaxshi. Hozircha normalniy ketyapti hamma kodlar. Kodlayapsizmi? Ha, mana shu qishloqlarda kodlayotgandim hozir. Judayam qiyin bo'lsa kerak, brat. Ha, juda ham qiyin. Hozir ozgina sabr qilib tur. Mayli, kutib turaman. Nimaga error beryapti? Menimcha tizimda xatolik ketdi. Nimalar deyapsiz? Qanaqa xatolik ketishi mumkin? Bilinma, bor hammani ogohlantirdi. Bo'ldagi hozir hammani ogohlantiraman. Nima tizimda xatolik ketdimi? Ha, tizimda xatolik ketdi. Bor ogohlantir tez. Bo'l tez bo'l. Voy, bu qanday to'g'rilayman? Ha, jin ursin, qanday bunaqa bo'lishi mumkin? Hozir tezroqda hamma merlarga telefon qilib ogohlantirishim kerak. U qishloqdagi uylarga hech kim tegmasligi kerak, даже kirmasligi ham kerak. Ha, jin ursin, nimalar qilib qo'ydim? Boshimda shu kunlar ham bormidi-ya? Bo'lishga tezroq harakatlanish kerak, bolalar. Men ketdim unda. Xo'p, kerakchi, mana dokumentlarni to'g'rilashim kerak. Kim telefon qilyapti? Admin ekan u, olish kerak telefonni. Assalomu alaykum, admin, yaxshimisiz? Sabrat, nima gap? Menga qara, janob mer, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xullas, tizimda nosozlik ketdi. Uyingiz orqasiga qarang. Oho, qayerdan keldi bu uy? Xullas, bu bizani kod yozayotgan paytimizda xatolik bo'ldi. Hamma qishloqilaringni yig'ib turib ayt. Hech kim uyga teginmasin, hattoki yaqinlashmasin ham. Ichiga umuman kirish taqiqlanadi. Xo'p, demak qishloqlarda yig'ilish qilishim kerak, qishloqlarga aytib qo'yishim kerak. Ha, seni eng asosiy vazifang hozircha shu. Davay ishni boshla. Xo'p, janob admin. Bajaraman. Juda yomon bo'pti-ku. Kim taqillatyapti ertalabdan? Hozir chiqaman. Bolalargacha jitilar bilan tovuq go'shti yedik, nariga tabak yegandik. Grill. Tak buni betga qo'yib qo'yamiz. Bosib o'taman yurganimda, jitilar berib yuboramiz, yeb qo'yaylik. Qishloqqa nima bo'ldi? Ne vahima qilyapsan? Urvay. Tezroq ko'chaga chiqasa bo'lmaydi. Juda yomon bo'ldi. Mer chaqiryapti seni. Undan muncha hovliqasan, hozir boraman. Tez bor. Bilmadim bu qishloqlar nimaga panikaga tushyapti. Mayli, narsalarimni joyiga qo'yib qo'yib, sekingina mer yoniga boramiz. Hali yuz qo'lim ham yuvganim yo'q. Tak, osmon juda ham musaffo. Bu uy qayerdan keldi? Nima bu hamma qishloqlar o'sha yerga boryapti? Mayli. Tak, yuz qo'limizni yuvib oldik. Endi mer oldiga borsa bo'lardi. Assalomu alaykum, mer, nima gap? Juda yomon holat bo'ldi. Nima bo'ldi? Biroz sal tushuntirib gapiringlar. Xullas, menga Minecraft razravodchiklari adashib bitta boshqacha kod yozib qo'yishibdi va shunday qilib bizning qishlog'imizga mana bu tashlandiq uy qurilib qoldi. Shuning uchun umuman kirmaganinglar ma'qul. O'zi nima bor ekan bu uy ichida? Qachon kirmaslik kerak ekan? Nimaga kirmaslik kerak ekan? Bilmayman, menga telefon qilib aytishdi, kattalar tepadan buyruq bo'lgan, tepadan. Shunaqlicha kirmasligimiz kerak ekanda. Umuman kirmaslik kerak. Juda mana uyni yonida qonlarni ko'ryapsanmi? Shu qonlar sarakima bo'lib qolishi mumkin. Orfen, kirma shuning uchun. O'z boshimchaliklar har doim xabarlarsan, buzasan. Bo'ldi, mer, bo'g'ilmay berat. Bu safar kirman. Aniq kirman. Qishloqlar, sizlarga ham tayyorlayapman. Umuman kirmanglar bu, yaqinlashmanglar ham hattoki. Hamma qarorchi dalaga borib ish qilsa, paxta tersa, paxtani planni bajarish kerak. Hop. Okey, bolalar. Yaxshiman unda. Janob mer, sizga bitta gap aytishim kerak. Agar bu shunchalik qo'rqinchli bo'lsa, mayli, qo'ldan kelgancha kirmaslikka harakat qilaman. Mayli mer, men unda uyga ketdim. Sizlar ham boringlar, bo'pti, kirmayman. Qarada lekin kirsa yomon bo'ladi juda ham. Xo'p, kirmayman. Tak, bolalar. Men uyda qaranglar, turishini bu kirmasa bo'lmaydi. Balki soat mer necha dedi? 12 dan keyin dedimi? Yo'q, soat 3 dan keyin dedi. Demak, soat 3 dan keyin sekin turamizda, sekin kiramiz ichkarida bir ekspeditsiya chiqamiz. Biz spokойно kiramiz, hech kim bilmay ham qoladi. Ungacha kezga o'ynayman. Tak, men narsalarni oldim. Buni oldim va tak bolalar. Soat kechasi 3 ham bo'pti. Telefonimdan ko'rdim hozir. Mana, o'zimga bitta qilich oldim. Agar yo'limizdan arvoh chiqib qolsa, uraman. Bitta kameramiz ham bor. Ya'ni bu o'sha yerda bo'layotgan hamma jarayonda yordam berib turadi. Va bizga yana eng kerakli narsa bu manaqa jin chaqiradigan har xil o'yinchoqlar, sehr jodu, shunaqa narsalar ham olib oldim. Nimaga oldim bilmayman, lekin kerak bo'lib qolar.
ustimizga mana bu brajlit emas, kiyim, ninza kiyim, ya'ni qishloqlar mer ko'rib qolmaslik uchun. Bilasizlar, mer ko'rib qolsa, "Masaga kirmagan degandi-ku, nimaga kirding?" deb jo'raydi. Shuning uchun ustimizga shu kiyimlarni kiyib olamiz-da. Umuman bilmay qoladi. Mana kiyib oldim. Tak, bitta fakelni ham o'ng qo'limizga, chap qo'limizga olamiz-da, уже harakatni boshladik bolalar. Uyga sekingina qaraymiz birinchi. Agar hamma qishloqlar menimcha uxlagan bo'lsa kerak. Mer ana bu yerda uyg'oqqa o'xshayapti, bitta fakir yonoq turibdi. Mer odatda juda ham kech uxlardi, lekin bugun qo'rqqanligi uchun vohila uxlab qolganmi bilmadim. Tak obunachilar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Eng zo'r joyi kelyapti va mana bu yerdagi qishloqlar ham uxlabdi. Demak, hammasi joyida. O'sha kamerani qo'yamiz. Tushunmadim, sal orqaroq qo'yaylik-da. Yo hammasi joyida ekan, menda bug bo'lib qolibdi. Tak, burchalatib qo'yamiz. Tak, mana bu o'sha общий planni oladi, to'g'ridan oladi nima bo'lishdi. Ikkinchi kamerani esa orqa tarafga qo'ysam ekan. Mana shu burchalakka, mana shu burchiroq tarafga qo'yamiz, shu atrofga. Bu endi men o'zim uchun esalik qilib olib qo'yapman-da, bolalar, keyin nimaga sekin gapiryapsan desanglar, ana jitillar uyg'onib ketmasligi uchun asta-asta gapiryapman. Mayli, sekin eshikni ochaylik bo'lmasam, o'g'irlikni boshladi. Ochilmayapti. Men qilich bilan ochsam bo'larmikin? Dayt, ochil eshik. Ochilmayapti, bolalar. Ochildi. Bu sekin, qanunda sekin ichkariga kiraveramiz. Voy, qonni hidi shunaqa kelyapti. Mana bu yerda chuqur bor ekan. Shunaqa joyga ham chuqur qo'yadimi? Yo, qabrmikin bular? Uyning ichida qabriston bo'lmasa kerak, bilmadim yana. Hamma joy qon, o'rgimchak, tushunmadim. Adminga nimaga keragiga bunaqa uy? Nega bunchalik qo'rqib ketdim? Mana bu yerda skelet. Odamning skeleti. Bekor kirdimmi? To'g'risi, juda unchalik qo'rqqanim yo'q, uni sal-pal qo'rquv bo'lyapti. Baribir sirli hamma narsa, birinchi bitta qonni hidi ustiga. Bu taraflarda nimalar bor ekan? Sandiqda kalla nimadir nimadir yozilgan ekan. Wow, sandiq. Quloqmi? Quloq. Kimdir qulog'ini kesib olishgan ekan. Kim bu? Hoy, sen kimsan? Ishqilib kameraga tushgan bo'lsin-da, yo'q, kamera boshqa tarafga qarab turgan ekan. Qaysi tarafga qochib ketdi yoki kim edi u? Bu taraflarda ham yo'q. Bolalar, bekor kirdikmi deyman-da. Mayli, oxirigacha kirib, ekspeditsiyamizni oxirigacha yetkazib qo'yaylik endi. Har holda kirganimiz sharqqa ketmasin. Mana bu yerda skeletlar, bu yerlarga nimadir qo'ylarmikin? Yo'q. Yaxshisi quloqni joyiga qaytarib qo'yib qo'yganimcha ma'qul. Mana narsalarga qaranglar bolalar. Zanjirlar, qonlar, bu kimdir osishganmi bu yerda? Skeletlar qatdan kelib qoldi. Kim yozgan bu xatlarni? Mana sindirib ko'rsammikin? Yaxshi ishlasa tegmaganim ma'qul. Yana anobrat chiqib qolmasin. Shaman burchimachasiga qo'yilar ekan. Bu maytda artefakt bor ekan, xat bor ekan, qanaqadir. Artefakt nima, buni kiysa bo'larmikin? Artefakt obunachilar bo'lsa kommentariyaga plus qoldiringlar. Mayli, mavzudan chetlashmaymiz. Xo'p. Artefakt obunachisi bo'lsangiz plus. Okey, bolalar, mayli chetlashmaymiz-da. Просто hazil qilib qo'yay deyman-da, ozgina qo'rqyapman to'g'risi. Narvon bor ekan, kechataga bir chiqib ko'rsak bo'lsa kerak menimcha. Mana, yo bol to'xtanglar, mana narsani nima hech qolmayapmanmi? Mana anaqa bor ekan, oyna bor ekan, hozir meni sindiraydi. Bu yoq tarafda sekin tepaga chiqamiz o'sha. Tak, ikkinchi etajaga chiqdik. Bu nima jitildi? Jitildigan burnidan bilyapman, suyagida. Jitildi suyagi ham burni o'zinde. Mayli. Kalit bor ekan qanaqadir. Mayli, tegmaganim ma'qulmikin? Tushunmadim. Admin bunaqa uylardan nimaga qurgan bo'lishi mumkin, bolalar? Sekingina tepaga chiqib qo'yaylikchi. Xo'p, bu taraflarda. Sen kimsan? Men o'lganman. Xuddi sen kabi. Nimaga bunaqa dedi? Men o'lganman, xuddi sen kabi dedi. Nima, men tirikmanki, o'lganim yo'q. Bolalar, menimcha yaxshi sifatdan sekin server o'rgan yaxshi. Juda ham g'alati ishlar bo'lyapti, bekor kirib bizda o'zi. Pastga kameralar ham ko'rinmadi. Qayoqqa yo'q bo'lib qoldi ekan? Men sandiqni ochkim kelyapti, lekin davay bolalar, shuni sandiqni ochaylik, srazbatdan ketamiz. Уже men qo'rqyapman ancha. O'lma fakellar qanday ochiladi bu? Yondagini olib tashlash kerakmi o'qlarni? Yo'q, o'qlarni olish foyda bermayapti.
Skeletni sindirish kerak. Skelet ham sinmayapti. Ha, tushundim. Mana buni sindirish kerak. Asal tepaga chiqib turib qilichda sindiramiz. Ochilmayapti. Bolalar, man pastda kalit turgandi. Shu kalit balkim o'shanga tushsa kerak. Mayli. Kechada chiqaylik-da. O'shancha qo'rqinchli bo'lyapti bola. To'g'risi xazina bitta ham quloq bor ekan. Pastda ham bitta quloq turgandi. Kimni qulog'i bo'lishi mumkin? Mayli bolalar, tezda pullarni olamiz-da, suramiz bitta. Hozir mer kelib qolsa, "Men senga ochmagan edim-ku" deb boshlaydi. Yana shuning uchun tezda battan olish kerak, surish kerak. Tak fakillar olay, hech kim ko'rib qolmadimikin? Chiqib pastga tushish kerak. Birinchi etajga qoch, kalitni joyiga qo'yib qo'yamiz-da. O'zi ketamiz razvedlarda. Menga yoqmadi, umuman yoqmadi bu uy. Kim? Janob, siz kimsiz? Aslida men sendan so'rashim kerak. Sen kimsan? Meni uyimda nima qilyapsan? Bu sizni uyingizligingiz bilmabman, to'g'risi. Bexosdan kirib qoldim. Shunaqami? Anchadan beri mehmonlar kirmayotganda uyimga. Yaxshi, o'z oyog'i bilan kelibdi-da, tushlik. Qanaqa tushlik? Zo'r tushlik debman, nonushta. Nonushta? Shunda meni yemoqchimisiz, brat? Ancha aqlli bola ekansan. Yo'q, janob, iltimos, nima qilmang. Qani, bu yoqqa kelchi bola ekan, bu yoqqa kel. Yo'q, qoch. Yo'q, bu yoqqa kel. Yo'q, iltimos. Bu yoqqa kel. Yo'q.